Boshlig'imiz juda noinsof. Pullarimizni to'liq bermayapti. Bir mahalladan o'sgan bo'lsak ham bizni qo'llamayapti. Yana oldiga chiqish kerak. So'rash kerak. Kerak bo'lsa janjal qilish kerak. Bizni haqqini bilmaydigan ahmoq deb o'ylayapti o'zicha. Oldiga sen chiqsang ham bo'lar ekan. Yaxshi ishchisan. Lekin bo'sh kelmagin. Nega sheriklaring yonimga kirib janjal qildi? Hammalaring norozimisanlar mendan? Tavba qildim. Xabarimiz yo'q. O'zi doim sizni bizga yomonlab yuradi. O'zi uni ishdan ketkazishim kerak. Sizlarni ham aynitadi bo'lmasa. Kechqurun hech kim yo'qligida bildirmay qurilish materiallarini sotaylik. Boshliq ham bilmaydi. Oyingni davolatishga ham ko'proq pul bo'lardi. Hech kim ko'rmasa ham Xudo ko'rib turibdi, kerak emas. Bunaqa o'zicha halol odam bilan bu joyda ishlab bo'lmaydi. Tezroq ketkazish kerak. Ishlab pul topishing uchun ko'p nohaqliklarga ko'z yumishingga to'g'ri kelar ekan. Pulimni ham yig'dim. Endi oyimlarning yoniga boraman, davolataman.